Ming afsus bo'lsinki, qonunchilik qancha ilgarilamasin, qancha takomillashmasin, jinoyatchilar har doim bir qadam oldinga yurishga harakat qilishadi. COVID-19 pandemiyasi paytida bu davlat ichida ham, davlatdan tashqarida ham ayollarimizni zo'ravonlik bilan bog'liq holatlarga uchrash holatlari juda ham ko'plab qayd etildi. Bu qizni lokatsiyasini 8 marta o'zgartirishdi. Hindiston davlatida odam savdosi bilan shug'ullanuvchi fuqarolar bizning o'zimizning davlatimiz fuqarolari. Aksariyat holatlarda jabrlanuvchilarimiz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishmaydi. Ne qo'rqish kerak emas, yaqinlariga lokatsiyasini tashlab qo'ysa, men shu joyda yashayapman, men shu joyda ishlayapman. Assalomu alaykum. Bugun siz va bizga begona bo'lmagan mavzu, ya'ni davrimizning eng katta muammolaridan biri giyohvandlik vositalari va qurol-yarog' savdosidan keyingi o'rinda turuvchi odam savdosi va unga qarshi kurashda nodavlat notijorat tashkilotlarini ishtiroki haqida suhbatlashamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining statistik ma'lumotlariga ko'ra, odamlar har yili 100 dan ortiq mamlakatlardan sotuvga chiqmoqda va ular ekspluatatsiya qilinmoqda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, har yili 20-40 million kishi quldorlikning zamonaviy shakli qurboniga aylanyapti. Odam savdosiga qarshi kurashish borasida mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasining odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Qonun odam savdosi bilan shug'ullanuvchilarni jinoiy ta'qib etish, shuningdek jabrlanuvchilarning huquqiy manfaatlarini himoya qilishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq odam savdosiga qarshi kurash olib borilayotgan bo'lsa-da, fuqarolarimiz orasida uning qurboniga aylanib qolayotganlar hanuz uchramoqda. Ana shunday noxush holatlarni oldini olish, fuqarolarimizning bu boradagi xabardorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi a'zosi, odam savdosiga qarshi kurashda davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlab kelayotgan Istiqbolli avlod nodavlat notijorat tashkiloti boshqaruvi raisi o'rinbosari Shohida Kasimova bilan suhbatlashdik. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Afsuski, bugungi kunda odam savdosi chegara bilmas jinoyatga aylanib ulgurdi. Uni bir so'z bilan global muammo desak ham bo'ladi. Keling, suhbatimiz avvalida odam savdosi o'zi nima, uni qanday turlari bor, kimlar uni qurboniga aylanib qolyapti, shular haqida gaplashsak. Odam savdosi bu juda ham keng ma'noni o'zida qamrab oladigan jinoyat hisoblanadi. Odam savdosidan jabrlanish ehtimolida bo'lgan shaxslar bu hamma. Bu ayollar, bu bolalar, bu erkaklar, bu jins tanlamaydi, bu yosh tanlamaydi, bu irq tanlamaydi, bu millat tanlamaydigan shunaqa jinoyatlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda demak odam savdosini terminni o'zini biz asosiy 3 ta elementga ajratib olamiz. Harakat, maqsad, vosita. Demak, nima qilinadi, qanday qilinadi, nima maqsadda amalga oshiriladi. Demak, odam savdosidan shug'ullanuvchilarning asosiy maqsadi bu jabrlanuvchilarni, potensial jabrlanuvchi deb aytamiz, navbatdagi ko'zlangan, taxmin qilingan jabrlanuvchilarni demak o'zlarini shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanish. Maqsad qanaqa qilib bo'lsa ham shu insondan maksimal darajada foydalanib, maksimal darajada foyda olishi o'zida qamraydi. Endi ekspluatatsiyani turlariga keladigan bo'lsak, bu yerda ayollarimiz ko'proq shahvoniy xizmatlar ekspluatatsiyasiga jalb etiladi. Demak, o'zlarining ixtiyorlariga qarshi boshqa insonlar bilan demak shu jinsiy aloqaga kirishga va shu orqali jinoiy guruhlarga daromad olib kelishga foydalanadi. Yana bundan boshqa bor bizda bu majburiy mehnat ekspluatatsiyasi. Demak, ishga yollanadi fuqarolarimiz, o'zlarining ixtiyorlari bilan borishadi, lekin borgandan keyin shartnoma shartlari o'zgaradi, ish soatlari, kelishilgan mablag'lar, ularga yaratib bergan sharoitlari va albatta bitta ekspluatatsiya. Demak, ularga to'lanadigan haqni qisman to'lanishi yoki bo'lmasa umuman to'lanmasligi. Mana shunaqa ko'rinishlari mavjud. Bundan tashqari yana biz odam savdosida bu bola savdosini ham nazarda tutamiz. Demak, 18 yoshga to'lmagan har qanaqa shaxs ham O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida ham xalqaro qonunchilikda bola savdosi deb etiladi. Demak, bolani odam savdosini har qanaqa ko'rinishiga bergan roziligi bu yerda inobatga olinmaydi. O'z ixtiyori bilan shu shahvoniy xizmatlar ko'rsatish uchun kirgan bo'ladimi yoki bo'lmasam odam savdosi harakat va vositalar uchun rozilik bergan, masalan, yollanish uchun, transportirovka olib o'tilish uchun, birovga topshirilish uchun, sotilish uchun bergan roziligi biror bittasi inobatga olinmaydi.
demak maqsad bu yerda shu boladan uni ojizligidan foydalanib demak ekspluatatsiya qilish. Yana bor bu organ va to'qimalar ajratib olinishi, bu ham shu odam savdosini bitta ko'rinishi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda demak qullik va qullikka o'xshash odatlar ham demak bizning qonunchiligimizda odam savdosiga berilgan ta'riflardan bittasi. Endi qanaqa usullar bilan qaysi vositalardan foydalanib ketadigan bo'lsak, bu yerda aldash, birovni ishonchiga kirish, vaziyatni zaifligini suiiste'mol qilish. Mana hozirgi kunda aksariyat holatlarda demak shu jabrlanuvchilarni, taxminiy jabrlanuvchilarni ijtimoiy zaif vaziyatdagidan foydalanib qolish. Demak, odam savdosining asosiy ko'rinishlari hozircha mana shular, lekin ming afsus bo'lsinki, qonunchilik qancha ilgarilamasin, qancha takomillashmasin, jinoyatchilar har doim bir qadam oldinga yurishga harakat qilishadi. Mana hozirgi kunda odam savdosida bu IT texnologiyasidan foydalanish, yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, yoki bo'lmasa webcam usullaridan foydalanish, demak, aynan shu tarmoqlar orqali onlayn tarzda demak savdoni amalga oshirish. Bu yerda shu bo'layotgan xatti-harakatlar hammasi millionlab odamlar tomonidan kuzatib borilishi va video yozuvlarga saqlanib qolib, keyinchalik shu jinoiy guruhlar tomonidan foydalanishi ham demak hozirgi kunda odam savdosi deb hisoblanadi. O'zbekistonda bu boradagi vaziyat qanday? Bizda ko'proq kimlar odam savdosi qurboniga aylanib qolyapti? Demak, biza faqat ayollar, faqat erkaklar, faqat bolalar deb aytolmaymiz. Tendensiya har doim o'zgarib bo'ladi. Masalan, bir yilda masalan agarda 10 ta 20 nafarga erkak kishi ko'proq jabrlansa, keyingi yilga bu ko'rsatkich balkim ayollarni 5-10 taga farqlanishi mumkin. Hattoki men ayollar o'rtasida ham biz ikkiga ajratamiz. Kimlardir shu shahvoniy xizmatlar ekspluatatsiyasiga tushgan, kimlardir ko'proq shu mehnat ekspluatatsiyasi jabrlangan. Hattoki mana COVID-19 pandemiyasi paytida bu davlat ichida ham, davlatdan tashqarida ham ayollarimizni zo'ravonlik bilan bog'liq holatlarga uchrash holatlari juda ham ko'plab qayd etildi. Demak, jabrlanganlik, noqonuniy migratsiya holatlari bu bizda bitta taraf bo'lgan bo'lsa, aynan shu zo'ravonlik bilan bog'liq murojaatlar ham chet davlatlarda, ham u davlatlarda bolalarga nisbatan ham zo'ravonlik ishlash holatlari juda ham ko'p bizda murojaatlar kelib tushdi. Hozirgi kunda odam savdosiga qarshi kurashish oyligi deb e'lon qilindi. Mana shu oylik davomida har kuni respublikani turli nuqtasida, turli ijtimoiy guruhlar orasida, mehnat jamoalari orasida, aholi o'rtasida, yoshlar o'rtasida juda ham keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Bu mana 2014-yildan beri amalga oshirib kelinadigan tadbirlar bo'lsa, lekin shunga qaramasdan baribir ham fuqarolar aldanib qolishmoqda. Baribir ham shu shaxslar kimlardir aldoviga uchrab qolyapti, kimlardir yollashiga uchrab qolyapti va qiyin vaziyatlarga tushib qolish holatlari hali hanuz uchrab turibdi. Mana migratsiya masalasi dedingiz, ayollarni, erkaklarni shu chet davlatlarga chiqib ketish ko'proq shu qaysi davlatlarga chiqib ketgan fuqarolarimizdan murojaatlar bo'ladi? Mana bizda markazimizda dolzarb aloqa telefon tarmog'i bor, 95 kodi bilan 143 94 94 raqami va respublikani 12 ta hududiy bo'limlarda ham xuddi shu 94 94 faqat boshqa nomeri boshqa demak dolzarb aloqa telefon tarmoqlarimiz bor. Shu dolzarb aloqa telefon tarmoqlarimizga dunyoda deyarli barcha davlatlardan murojaatlar qabul qilinadi. Lekin hozirgi kunda masalan biz aksar ko'rishimiz mumkin bu Rossiya Federatsiyasidan, Qozog'iston Respublikasidan, bundan tashqari Turkiyadan, Arab Amirligidan, bizda hatto mana Saudiya Arabistonidan murojaatlarimiz kelib tushgan. Shu bilan birgalikda mana Tailanddan, Hindiston davlatidan ham murojaatlarimiz hozirgi kunda ko'proq kuzatiladi. Bundan tashqari yana davlatimiz ichida ham shu odam savdosi yoki bo'lsa majburiy mehnat holatlari bor. Bu masalan ko'proq bizda bir martalik ish bilan ta'minlash markazlariga murojaat qilgan yoki bo'lmasa bizda xalqimizda mardikor bozor deb aytiladi. Demak, shu bozorlarimizning atrofida yoki misol shu bozorda o'ziga ish topish uchun kelgan yollama bir martalik ishchilarimizni ham shu holatlarga tushib qolish kuzatiladi va albatta markaz tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida demak, biz shu fuqarolarni huquqlarini himoya qilinishiga, ularga yetkazilgan moddiy ma'naviy zararni qoplanishiga, shu bilan birgalikda demak, shu o'zlarini shu mehnat haqlarini undirishga yordam berishga harakat qilamiz. Masalan, o'sha xorijdagi biror bir vatandoshimiz aldanib qolgan bo'lsa yoki o'sha majburiy mehnatga yo'llangan bo'lsa, ularni vatanga qaytarishda ko'proq kimlar bilan hamkorlikda ishlaysizlar? Albatta, agarda fuqarolar chet davlatda bo'lsa, bu bizga xalqaro tashkilotlar shu bilan birgalikda aynan shu davlatdagi nodavlat tashkilotlar yordam beradi. Masalan, bizda eng qiyin hozirgi kunda turgani bu Hindiston davlati.
Hindiston davlatida bu territoriya hudud juda ham katta, aholi juda ham ko'p. Bundan tashqari Hindiston davlatida odam savdosi bilan shug'ullanuvchi fuqarolar bizning o'zimizning davlatimiz fuqarolari. Hind fuqarolari bilan faqatgina xizmatidan foydalanishadi va o'sha O'zbekistondan borgan jinoyatchilarni xizmatlarida bo'lishadi. Yordamchidir, taksistidir yoki yana qanaqadir ishlarda yordam berib yurishadi va O'zbekistondan borgan ayollarimiz, qizlarimiz uchun klientlar mijozlarni topib berishadi. Mana hozirgi kunda ham shu davlatdan bizda o'zimizga hamkor tashkilot topganmiz. Bu hamkor tashkilot yordamida agar murojaat kelib tushadigan bo'lsa, zudlik bilan, demak, bu qizlarni qaysi lokatsiyada, qaysi hududda ekspluatatsiya qilinayotganligi, qaysi mehmonxona, qaysi otelda kimni qo'lidaligida to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlashimizga, undan tashqari demak bularni shu vatanga qaytarish choralarini ko'rsatishga, demak, Tashqi ishlar vazirligi va o'sha davlatdagi konsullik va elchixonalar yordami bilan vatanga qaytarib olib kelishga harakat qilamiz. Yashirin jinoyat bo'lganligi uchun uni ko'lamini aniqlash juda ham qiyin. Buni jahon tajribasi ham ko'rsatib turibdi. Lekin shunga qaramasdan O'zbekistonda aniq choralar ko'rilyapti, to'g'rimi? Albatta, mana 2008-yilda odam savdosiga qarshi kurash to'g'risida qonun qabul qilingan bo'lsa, demak, bu qonunimizni oradan vaqt o'tgandan keyin yangi tahrirda qabul qilindi. Yangi tahrirga ko'ra, demak, milliy komissiya joriy etildi. Bundan tashqari yaqinda shu farmonimiz chiqqan. Bu farmon asosida ham ana shu komissiyani ishini qaytadan ko'rib chiqilishi, jabrlanuvchi identifikatsiya qilinishi, ularga ijtimoiy, huquqiy, psixologik yordam tashkil etilishi, reabilitatsiya yordami tashkil etilishi, demak, jabrlanuvchilarni dastlabki identifikatsiyadan tortib to yoki identifikatsiya hamda ularni huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha, demak, hozirgi kunda shu qonunchiligimizga munosib o'zgartirishlar kiritib to'ldirib borilmoqda. Bundan tashqari yana biz nima aytishimiz mumkin? Demak, aynan shu odam savdosini oldini olish bo'yicha targ'ibot ishlarimizni keng ko'lamda amalga oshirilayotganligini va yana aytishimiz mumkinki, demak, shu odam savdosi bilan shug'ullanganlik uchun jinoyat javobgarlik. Demak, aksariyat holatlarda jabrlanuvchilarimiz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishmaydi. Samoidentifikatsiya, o'zini o'zi identifikatsiya qilish bo'yicha bizda sal orqaroqda yuramiz. Qo'yib nima qilaman aytib, ertaga gap so'z bo'lib ketadi. Andisha. Uzatadigan qizim bor, uylantiradigan o'g'lim bor, odamlar nima deb aytishadi. Bundan tashqari yana qayoqqa ham borardim-da, uni puli ko'p, hammasini sotib oladi. Bundan ko'ra jimgina yurganim yaxshi. Demak, turli xil bu yerda ta'sir qiluvchi omillar bor. Yoki bo'lmasa bu yerda shantaj, manipulyatsiya qilish holatlari. Masalan, oilangni bilaman, ota-onangga borib aytaman. Masalan, shu Hindiston bilan bog'liq holatlarimizda bitta qizimiz ariza yozdi, arizasi tayyor turibdi. Shu paytda qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Chiqib gaplashib keldi, "Mayli opa, kechirasiz. Vaqtinglarni oldim, men uyga bora qolay" deb sababini aytmadi. Oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin o'zi chiqdi, gaplashdi. O'sha paytda meni ishlash uchun majbur qilishayotgan paytida kameralar qo'yib, hammasi yozilgan ekan. O'shanda hozir material tayyorlashgan, o'shani internetga qo'yishga tayyorlayapmiz deb aytishdi. O'shaning uchun men jimroq qolay deb shu bilan ham keyin qaytib ketdi. Demak, bunaqa holatda ham aksariyat holatlar ta'sir qiladi. Mana bizlar markazdagi yuristlarimiz bularni to shu jabrlanuvchilar vatanga qaytib kirib kelgan paytidan boshlab, demak, bularga ularning huquqlari protsessual tartibda qanaqa huquqlari bor, bularni amalga oshirish bosqichlari qanaqa kechadi. Bizning yuristlarimiz bu jabrlanganni nima deydi, shu ishni oxiriga yetkazish kerakligi. Agarda bu jinoyatchi hozir shu qilgan jinoyati uchun javobgarlikka tortilmasa, mana sendan oldin ham men bu harakat qilgan edi, hech narsaga kuchi yetmadi, qatgacha bordi. Men yuribman haligacha, lekin u mana undan ko'ra ishlagan deb aytishadi deb, demak, misollar bilan keltiriladi, ko'rsatiladi. Agar shu ish oxiriga borilsa qanaqa oqibatlar bori tushuntiriladi. Shundagina mana sudgacha borib, sud ajrimi chiqqunigacha yuristlarimiz yonida turishadi. Ko'ryapmiz, so'nggi yillarda davlat organlari bilan birga nodavlat, notijorat tashkilotlari ham odam savdosiga qarshi kurashda o'zlarining hissalarini qo'shib kelishyapti. Keling, shu masalani sal chuqurroq tahlil qilsak, o'zi nodavlat, notijorat tashkilotlari odam savdosiga qarshi kurashda aynan nima ishlarni amalga oshirishyapti? Mana hozir Ichki ishlar vazirligi tomonidan xabaringiz bor, odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha kichik komissiya mas'uli bu Ichki ishlar vazirligi. Demak, Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda aynan shu yo'l xaritasini ishlab chiqarish bo'yicha takliflar so'ralishi va bizani albatta bu juda ham quvontiradi. Negaki yo'l xaritasi ishlab chiqilayotganda har bitta tadbir, har bitta bosqich, har bitta jarayon muhokama qilinadi.
bu albatta biz uchun quvonarli. Bundan tashqari tadbirlarni o'tkazilishi, bu huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga tadbirlar, masalan biz bir xil auditoriyaga borib shu huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tadbir o'tkazamiz, ular o'zi hammani huquqini muhofaza qiladi-ku, nimaga kerak ularga tadbir o'tkazib? Shunda biz aytamiz, to'g'ri, ular hammani huquqini himoya qilishadi, lekin bizda milliy qonunchiligimizda ko'rsatilmagan holatlar, demak, xalqaro huquqqa tayaniladi. Biza tashkilotimizdan o'zini tajribasidan kelib chiqib, demak, biza ana shu xalqaro huquq me'yoriy hujjatlarni amalga tatbiq etilish jarayonida, jabrlanuvchilarni stigma diskriminatsiyadan himoya qilish jarayonida qanaqa qilib nodavlat, notijorat tashkiloti ishtirok etadi. Masalan, tergov jarayonida materiallar shunaqa yig'ishadi-da, oxiri jabrlangan, men charchadim, menga kerak emas. Bo'ldi. Ish sinib ketadi. O'sha paytda demak biz harakat qilamiz, qanaqa qilib nodavlat tashkiloti yordam berishi mumkinligiga. Yana bizda tadbirlarimiz bor, ommaviy tadbirlarimiz bor. Bu mardikor bozorlar, yana shu jamoat joylarimiz bor, mehnat jamoalari bor. Hamma joyda, masalan, hozir shunaqa aksiya ketyapti deb aytyapmiz. Kuzatsangiz, har bitta hududiy bo'limimiz o'zini viloyat ichki ishlar boshqarmasining vakillari bilan birgalikda tadbirlarni o'tkazadi. Albatta bu bizga juda ham yaxshi, yengil. Masalan, shunaqa davr bo'lgan, biz tashkilotimizdan endi ochgan paytimizda 2001-yilda, 2003-yildan boshlab o'zimizning maqsadimizdan, yo'nalishimizdan aniq belgiladik. Zo'ravonlik va odam savdosini bartaraf etamiz deb. O'sha paytdan to 2008-yil qonun qabul qilingungacha biz juda ham qiynalganmiz. Tadbir o'tkazamiz desak, tadbirlar o'tkazishga ko'pchilik xohlamagan, xayrixoh bo'lmagan, kimlargadir yoqmagan, shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Shuning uchun ham biz aytamiz, hozirgi kunda hamkorligimiz juda ham zo'r, juda ham yaxshi. Bu nafaqat Ichki ishlar vazirligi bilan, masalan, bizning tashkilotimizdan misol oladigan bo'lsak, Bosh prokuratura bilan hamkorlik memorandumi, Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik, ular bilan hamkorlik memorandumi, Ichki ishlar vazirligining o'zi bilan bizda hamkorlik memorandumi, Yoshlar agentligi, mana shunga o'xshab juda ham ko'p nufuzli, demak, bevosita odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha faoliyat olib boruvchi tashkilotlar bilan, demak, bizda hamkorligimiz yo'lga qo'yilgan. Masalan, hozirgi kunda aktual bo'lgan muammo vaqt o'tgandan keyin sekin-sekin o'z yechimini topishadi. Masalan, odam savdosiga qarshi qonun qabul qilingungacha biz juda ham ko'p kuchli ishladik. Hozirgi kunda qonunlarimiz takomillashib boryapti. Demak, biz yana ham qonunni takomillashishi uchun o'zimizning tajribadan kelib chiqib, fikr mulohazamizni kiritishimiz kerak. Masalan, sud plenumi qaroriga o'zgartirish, qo'shimcha kiritish bo'yicha yoki bo'lmasa mana yangi qonunga yana qo'shimchalar bilan kiritib to'ldirilishiga, bundan tashqari yana prezident farmonlari bor. Bularning ijrosini ta'minlashda davlat organlari bilan hamkorlikda nima qila olamiz, yana nimalar qilishimiz kerak, qaysi joylarda ochiq qoladi, qaysi joylarda biz sal zaifroq ishlayapmiz yoki qaysi joylar bizda hali e'tibor qaratilmagan, demak, shularni aniqlab, demak, shu hamkorlikda bartaraf etish uchun, chora topish uchun, demak, bizning istiqbol rejalarimiz uchun bu hamkorlik juda ham muhim hisoblanadi. Oilada, jamiyatda juda ko'p eshitganmiz, begona odamlarga ishonma, begona odamlarga ergashib ketma degan nasihatlar ko'p berilgan. Bu ham bo'lsa, o'sha odam savdosiga qarshi kurashda kichkina bir element hisoblanadi. Tarbiyaviy jihatdan olib qaraganda, keling suhbatimiz so'ngida yana bir bor takror bo'lsa-da, bizni jahon tarmoqlari orqali tomosha qilayotgan, o'sha xorijga o'qishga, ishlashga yoki sayohatga ketgan yoki endi ketmoqchi bo'lgan qorako'z hamyurtlarimizga odam savdosi jinoyatiga aralashib qolmasliklari uchun yoki odam savdosi qurboniga aylanib qolmasliklari uchun nimalarga ahamiyat berishlari kerak? Shular haqida to'xtalib o'tsak. Endi mana bizning vatandoshlarimizga nima deb aytamiz? Avvalambor har doim takrorlaymiz. Qaysi davlatga ketayotgan bo'lsangiz yoki yetib borgan bo'lsangiz ham, ish beruvchingiz to'g'risida, xonada kimlar bilan birga yashayotganingiz to'g'risida, o'zingizni oxirgi ma'lumotlaringiz, patentingiz, ruxsatnomangiz, tibbiy страховканgiz, o'shalarni hammasini yig'ib Telegramdan bitta tashlab qo'yish kerak. Ko'pincha bizda mani hujjatim, mani shaxsiy ma'lumotim. To'g'ri, bu sizning shaxsiy ma'lumotingiz, hech kim bunga daxl qilishga haqqi yo'q. Lekin masalan bizda shunaqa holat bo'ldiki, masalan Hindiston bo'yicha voqea aytib berdimmi? Mana shu qizni biz aniqlab topib olib kelgunimizgacha bu qizni lokatsiyasini 8 marta o'zgartirishdi. Har bitta qadamlarni bizga tashlab bordi. Oxirgi joyi, demak, bizga shunaqa omadli keldi deb aytamiz. Shu jinoyatchimiz o'zi olib keldi. Shu ekspluatatsiya joyiga, keyin vyzvoleniya shu saqlanayotgan, ishlatilish uchun
mo'ljallangan joydan oxiri chiqarib olishga harakat qildik. Qo'rqish kerak emas, yaqinlariga lokatsiyasini tashlab qo'ysin, men shu joyda yashayapman, men shu joyda ishlayapman. Nafaqat biz, balkim boshqa tashkilotlar ham biror bir yordam kerak bo'lib qolganda harakat qilamiz vaqtida kechiktirmasdan yordam berishga va albatta qo'rqish kerak emas. Politsiyaga murojaat qilishdan, sog'liqni saqlashga murojaat qilishdan, shunaqa holatlar bo'lgan, demak ish beruvchi tomonidan urib kaltaklanganda 3 kun 4 kun og'riqqa chidolmasdan yotgan holatlari. Biz aytganmiz, nimaga skoriy aytadi? Skoriy kelsa olib ketadi, olib ketsa 02 qiladi, 02 qilsa seni bu yerdan deportatsiya qilib chiqazib yuboradi. O'zbekistonga qaytib borsang, O'zbekiston sen qamalib ketasan deb aytishdi bizga. Aytdim, yo'q, unaqa narsa yo'q. Qanaqasiga любой bitta unaqa bo'lishi mumkin emas. Demak, ko'pincha qo'rqitishadi. Demak, oila bola chaqang qolib ketgan, ishlamasang ham bunaqa bo'ladi. Ularning rasmlarini, ko'chada yurgan videolarini olib tashlab qo'yishadi. Xohlasa, xohlamasa ishlashga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham demak, kim bilan qachon qayerda qanaqa holatda qaysi manzilda o'tirgan to'g'risida ma'lumotlarni qo'rqmasdan berishing mumkin. Yana bittasi, agarda o'zligi emas, atroflarda kimdir shunaqa qiyin vaziyatga tushgan bo'lsa, hujjatini yo'qotgan, turmush o'rtog'i tomonidan urib kaltaklanayotgan, farzandlariga kuch ishlatilayotgan, o'ziga sotib yuborilgan, sotib yuborish arafasida bo'lgan, noqonuniy yurgan migrantlarimiz bo'lsa yoki qiyin vaziyatga tushib qolgan migrantlar bo'lsa, marhamat qilib shu istiqboliyat markazini kontakt ma'lumotlarini topish mumkin. Bizda veb-sayt bor, istiqbolli avlod deb aytsangiz, Google sizga darrov topib beradi. Facebookda bor sahifamiz, Telegramda bor, Instagramda bor. Bundan tashqari shu o'zimizning rasmiy saytimiz, bemalol shu saytda ko'rsatilgan ma'lumotlar orqali murojaat qilib, demak, qo'limizdan kelgancha bizdan yordamimizdan foydalanish imkoniyati har bitta fuqaroda bor. Endi ketayotgan fuqarolarimizga birinchi o'rinda beriladigan savol, menga kim ish taklif etyapti? Menga qanaqa ish taklif etyapti? Menga qayerdan ish taklif etyapti? Qonuniymi? Mana shu savollarga biz javob olishimiz kerak. Mana hozirgi kunda bitta mas'uliyati cheklangan jamiyat aniqlandi. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyat o'zi bitta viloyatda ro'yxatdan o'tgan. Lekin nimagadir Toshkent shahariga kelib, Toshkent viloyati, Qashqadaryo viloyati hududlaridan juda ham ko'plab odamlarni yig'ib, MDH davlatiga ishlash uchun jo'natgan. Borgandan keyin aytdi, ayrimlarda ish yo'q. Borgandan keyin transportdan tushirgani bo'yicha yurishibdi o'sha yerda, vatanga qaytib kelish kerak. Ayrimlarni qanaqadir korxona tashkilotlarga, qurilishlar bazalarga ishlashga joylashtirib qo'ygan, u yerda oylay olmaydi. Negaki patent yo'q, ruxsatnoma yo'q, registratsiyasi yo'q, imtihondan o'tkazish to'g'risida hech qanaqa test javoblari yo'q. Bular uchun noqonuniy migrant. Shu noqonuniy holatlarga tushib qolishiga bu o'zligini vaziyatlarni yana ham qiyinlashtirishga olib kelib qo'yadi. Shuning uchun ham iloji boricha ish beruvchi kim, ishga olib ketayotgan firma kim, bularda xususiy bandlik agentligi uchun degan qo'lda hujjati bormi yoki yo'qmi, o'shani bilishimiz kerak. Mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga fuqarolarni chet elga ishga olib chiqish, ishga joylashtirish vakolati berilmagan. Ularning ustavida bu narsa ko'rsatilmagan bo'lsa, demak ulardan bunaqa faoliyat bilan shug'ullanishga huquqi yo'q. Shuning uchun ham kim orqali ketayotgan bo'lsa ham, demak bu shaxs o'zini, bu korxona tashkiloti o'zini ham yaxshilab tekshirish kerak. Chet elga ketish arafasida turibsizmi? Marhamat, dolzarb aloqa tarmog'iga 95 raqam bilan 143 94 94 murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatingiz qabul qilinadi va albatta iloji boricha maksimal darajada maslahat berishga harakat qilinadi. Bizga qilingan murojaatlar hammasi maxfiyligi saqlanadi. Ya'ni fuqarolarni shaxsiga doir bo'lgan ma'lumotlar oshkor qilinmaydi. Bepul tarzda bizda xizmat ko'rsatiladi. To есть hamma xizmatlarimiz tashkilot tomonidan bepul amalga oshiriladi. Faqatgina shu davlat bojlarini shaxs o'zi to'lashi kerak. Shohidaxon, mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Bu suhbatimiz natijasida kerakli ma'lumotlar yetkazib bera oldik deb o'ylaymiz. Yana bir bor rahmat. Rahmat, salomat bo'ling.